Qon bosimini tushiruvchi dorilarni qachon ichish kerak? Faqat qon bosim ko'tarilgandami yoki bo'lmasam doimiy bir xildami? Qon bosim ko'tarilganda faqatgina ichish sizga qanday foyda beradi yoki bo'lmasam doimiy ichib yursangiz uni foydasi qanday bo'ladi? Ko'pchilikni mana shu savol qiziqtirdi va bugun men Mashhura Sirojiddinovna xalqaro kardiolog sifatida o'z maslahatlarimni berib o'tmoqchiman. Albatta, bu videoni ko'rganingizdan keyin siz qon bosimini normallashtiruvchi dorilaringizni to'g'ri tartibda ichishni o'rganib, o'zingiz to'g'ri davolashni boshlaysiz. Qon bosimini normallashtiruvchi dorilar ikki xil maqsadda beriladi. Birinchisi, qon bosim juda yuqori bo'lib ketib, o'sha paytda ekstremniy vaziyat to'satdan bir necha soniya ichida sizni infarkt yoki bo'lmasam insult bo'lib qolishdan saqlab qolish uchun beriladi. Bu dorilar guruhiga qon bosimini tezda yarim soat yoki bo'lmasam 40 minut ichida tushiruvchi kaptopril, maksanidin, farmadipin kabi dorilar kiradi. Bu dorilar qon bosimini yarim soat yoki 40 minut ichida tushirib, yana 1 soat yoki maksimalni 2 soatgacha qon bosimingizni bir xilda ushlab turishga xizmat qiladi. Lekin bu dorilar davolamaydi. Bu dorilar o'sha paytda sizni to'satdan infarktdan o'lib qolmasligingizga yoki bo'lmasam insult tufayli to'shakka mixlanib qolmasligingizga yordam beradi. Davolamaydi deyotganimning sababi, bu dorilarni agar siz muntazam qabul qiladigan bo'lsangiz, buyraklaringizni birinchi navbatdan ishdan chiqarib, buyrak kasalligini orttirib olasiz. Chunki bu dorilar buyrakdagi arteriyalarni reski kengaytirib, organizmdagi ortiqcha suyuqlikni chiqarishini hisobiga qon bosimini reski tushirishga yordam beradi. Ikkinchi turdagi qon bosimini normallashtiruvchi dorilar. Bular sekin asta tushiruvchi, lekin uzoq vaqt ta'sir qiluvchi dorilar hisoblanadi. Bunday turdagi dorilar nima uchun kerak? Aynan sizning yurak va qon tomiringizni davolash uchun xizmat qilinadigan dorilar hisoblanadi. Lekin ko'pchilik bemorda bu xatolarni ko'raman. Ikki xil turdagi dori bo'lgani bilan, mana bu ikkinchi turdagi, ya'ni uzoq vaqt qon bosimini normallashtiruvchi dorilarni faqatgina qon bosimi ko'tarilganda ichadida, qolgan vaqtda yana tashab qo'yishadi. Men sizlarga aytayapman, agar siz qon bosim kasalligi, ya'ni gipertoniya kasalligi bo'lib, qon bosimini normallashtiruvchi dorilaringizni faqatgina ko'tarilganda ichayotgan bo'lsangiz, siz to'g'ri infarkt, insult bo'lishdan o'zingizni bir muddat saqlab qolishingiz mumkin. Lekin baribir sizda infarkt, insult xavfi oshaveradi. Agar siz qon bosim normallashtiruvchi dorilarni faqatgina ko'tarilganda ichsangiz, bu xuddi ichdingiz nima-yu, ichmadingiz nima. Bu dorilardan maqsad faqatgina qon bosimini tushirish yoki bo'lmasam sizdagi bosh og'riq, ko'ngil aynish, yurak bezovtaligini to'xtatish uchun emas. Bu dorilarning eng asosiy maqsadi sizning yurak qon tomiringizni davolash, qon tomirlarga yetkazib beriladigan davleniya tufayli yetkaziladigan zararlarni kamaytirish, yurakning qon bosim ko'tarilishi natijasida qalinlashib ketgan devorlarini orqaga qaytarish maqsadida beriladi. Qon tomirlaringiz qon bosimi bir xilda har kuni normada bo'ladigan bo'lsa, qon tomirlar devori shikastlanishi kamayishi natijasida qon tomirlarning to'lishi, blyashkalarning paydo bo'lishi xavfi kamayib boradi. Qon bosimingiz normal bo'lib boradigan bo'lsa, qon bosim ko'tarilganda yurak unga qarshi kuchanib ishlashi, yurakning o'zining zararlanishi, nasos funksiyasini ishdan chiqishi holati ham kamayadi. Nima uchun bir xilda turish muhimligi aynan mana shu ikkita, yurak va qon tomirining tuzalishi uchun kerak. Agar qon bosim faqatgina siz ko'tarilganda ichyapsiz degani, bilingki, sizda sekin asta baland qon bosimiga baribir ham dori ichganingiz bilan ham noto'g'ri ichadigan bo'lsangiz, ko'rsatkichning ko'tarilishi oshib boradi. Ya'ni 1 yil oldin 150 ga 90 yurgan bo'lsangiz va o'sha paytda ham faqat 150 ga chiqqanda dorini ichib, qolgan paytda ichmay yurgan bo'lsangiz, ikkinchi yili qon bosimingiz aniq 160 ga chiqadi. Uchinchi yili esa 170 ga chiqadi. Mana shunday qilib qon bosimining ko'tarilish ko'rsatkichi oshib boradi. Buni yana bemorlarda eshitdim, ba'zi bir shifokorlar ham xuddi shunday tavsiya berishar ekan. Qon bosimini normallashtiruvchi dorilaringizni qon bosimingizni o'lchab ko'tarilganda iching deyishar ekan. Bunday qilish noto'g'ri azizlar. Qon bosimini doimo normallashtirib turuvchi
bir kun davomida yoki bo'lmasam 12 soat, yarim kun davomida ta'sir qilib normallashtirib turuvchi dorilar guruhiga beta blokatorlar, APF ingibitorlar, kalsiy blokatorlar kiradi. APF ingibitorlari buyrakda renin angiotensin retseptorlarini bloklashi natijasida buyrakning arteriyalarining spazmini ochib, doimo buyrakda siydik ishlab chiqarilishini, yurakda tushadigan nagruzkani kamaytirishiga yordam beradi. Kalsiy blokatorlari esa u faqat buyrakda emas, yurakdami, lubo qayeringizda arteriya mushak qismga ega bo'lgan qon tomirlarini spazmini ochib, kengaytirib, qon bosimini normallashtirib turuvchi dorilar hisoblanadi. Beta blokatorlar esa yurakdagi qon tomirlarini kengaytirib, yurakning kislorodga bo'lgan ehtiyojini kamaytirish natijasida yurakning normal urdirib, qon bosimini normallashtirishga yordam beradi. Sizning eng katta xatoingiz qon bosimini tushiruvchi dorilar faqatgina qon bosimini tushiradi, bo'ldi deb o'ylashingiz. Qon bosimini normallashtiruvchi dorilarni agar siz o'zingizga mos dozani topib olib, har kuni ichib yuradigan bo'lsangiz, yoki 5 yilda, ba'zi birovlarda yoki 10 yilda, kimlardadir yoki 1-2 yilda bu dorilardan xalos bo'lish imkoniyati bor. Lekin buning uchun albatta shifokor nazorati, sizdagi qo'shimcha kasalliklarni hisobga olib, to'g'ri davolash olib borilsagina natijasi bo'ladi. Agar siz qon bosimini tushiruvchi dorilarni bir umr ichishni xohlamasangiz, to'liq tuzalishni xohlasangiz, kommentariyadagi raqamlarga murojaat qiling.